Magistraturadagi o'qish kunim qanday o'tadi? O'qishga ketishdan oldin albatta kechki ovqatni oldindan solib qo'yishga harakat qilaman. Bu safar ikkita bolamni o'zim shu usulda uxlatdim. Odatda bu jonimiz katta qizimni uxlatib beradilar. Keyin esa o'qishga tayyorlanishni boshladim. 15 daqiqada shunaqa ajoyib ukladka qilib oldim va kayfiyat esa 100% ga ko'tarildi. Ikkita bola bilan uydan tez chiqib ketish oson bo'lmadi, lekin men buni uddaladim. Kursni aytsam uyda o'tirishni yoqtirmayman. Harakat, yo'l, ish, o'qish shular meni to'ldiradi. Yaxshiyamki birinchi farzandli bo'lganimdan so'ng magistraturaga kirib olgan ekanman. Hech bo'lmasa haftasiga 1-2 marta tashqariga chiqib bolalar va uy ishlaridan biroz chalg'ish mumkin. Albatta bularning barchasi buvijon va oyijon tufayli. Umrligisi uzoq bo'lsin, bolalarim ishonchli qo'lda. Bizda esa imtihon haftasi. Turizmda loyihalarni boshqarish fanidan imtihonni topshirib, guruhimiz bilan kafeniyaga kirdik. Men diyetadaman, shuning uchun choy ham, kofe ham yo'q, faqat termosimdagi iliq suvni ichdim. Onam esa mana bunday San Sebastian desert oldi. 1 soatcha o'tirdik, konspektlarni to'ldirdik va ikkinchi imtihonga yo'l oldik. Ikkinchi fanimiz xalqaro turizm menejmenti. Buni ham topshirib, keyin to'g'ri uyga qaytdim. Mana shunaqa ajoyib kun bo'ldi. Agar sizni magistraturada o'qish niyatingiz bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Inshaalloh niyatingiz shu yil amalga oshadi.